Assalomu alaykum. Bugun biz Bo'stonliq tumani Burchumurli qishlog'ida joylashgan suvi bo'yida joylashgan dachaga kelganmiz. Dachamizda 15 kishi uchun sharoit bor. Daraxtlari ham katta, 20 yillik sasnali. Bassenga yosh bolalar uchun go'rkasi ham bor. Suvga qaratilgan tapchan va suvni bo'yida stadioni ham bor. Bu dachada igrovoylardan full. Hamma narsasi bor. Suvi bo'yi shunday mana. Mana shu dachadan chiqsangiz suvi bo'yiga tushasiz. Stadioni ham nechiga necha Abdushukur? 23 ga 8 razmerda stadioni bor. Ko'ringlar. Bu dachadan bemalol skuter, kater chaqirsanglar bo'ladi. Shundoqqina oldinglarga keladi. Maza qilib dam olib ketasizlar. Narxini telefon qilsanglar, kuniga qarab, ish kunlariga qarab kelishtirib beramiz. Stol ko'chada o'tiradigan kacheli hovlilari. Hozir tapchanini ko'rsataman, keyin xonalariga o'tamiz. Suv bo'yida juda ham kam dachalar bor. Shu sanoqli dachalardan bittasi shu dacha bo'ladi. Bu dacha ancha yildan beri ishlab keladi. Egalari remontlarni yangi qilib turishadilar. Asijit qilib turadilar. Mana tapchan zonasi. Salqinda joylashgan. Dachada umumiy 4 ta yotoqxonasi bor. Bitta zal va holi bor. 3 ta 2 kishilik yotoqxona va bitta 5 ta kravatli xona bor. Uyga kiraverish oshxonadan boshlanadi. 3 ta xolodilnik qo'yib qo'yishgan. Bemalol ko'pchilik kelishadi, ovqatlariga, ro'zg'orlariga yetadi. Mana holda stol shunaqa joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqaverish. Yo'qda mana zal, katta uголок qo'yishgan va televizori bor. Dachada 4 ta adashmasam konditsioneri bor. Yozda chilladi, lekin hozir shart emas. Iyun oyida unchalik issiq bo'lmaydi. Chillada foydalanasizlar konditsionerdan. Bilyardning zonasi ham yaxshi ekan. Bu eshikdan kirsak, bizani sauna bilan qishki bassein kutib oladi mana. Panorama dachasi. Oldin dachaning nomi Bibi So'ra bo'lgan. Mana saunalari. Saunani chirog'i telefondan yoqiladi, shu uchun yonmadi. Telefondan yondirib berishadi. Hozir ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatda 10 ta kompyuter va 3 ta yotoqxona yo 4 ta yotoqxona joylashgan. Nomer qoldiraman, shu nomerga telefon qilsanglar, chiroyli narxida kelishtirib beramiz. Bitta родительский yotoqxonalardan bittasi. Va ikkinchi родительский xonaga kiramiz. O'zini sanuzeli bilan shu ikkitali yotoqxonaning hammasida sanuzeli bor. Shundan suv bo'yi, archan orqasi. Quyosh tegmaydi bu xonalarga. Salqin. Maza qilib haqiqatan dam olasizlar. Suv bo'yida. Bu yoqda mana yana bitta родительский yotoqxona. Xonalari realni biz hech qanaqa montaj qilmaymiz. Bizani kuzatib boruvchilar bilishadi. Mana 10 ta kompyuter. Bu kompyuterlar faqat CS:GO ko'tarmaydi, qolgan o'yinlarni ko'taradi. 5 kishi uchun
shu joyda divan qilib qo'yishgan. Dachadan shu joyga chiqsak, balkoni ham bor. Kompyuterxonada konditsionerlar bor. Mana balkonda suvga qaragan vid. Salqin, baribir Bo'stonliq tumanida ancha Toshkentga nisbatan pagoda farq qiladi. Ba'zi bir joylar 10 gradusgacha, ba'zi bir joylar 5-6 shunaqa graduscha farq qiladi. Mazza qilib dam olishinglar uchun nomerlarni qoldiraman, telefon qilsanglar bron qilib beramiz.